testimizni navbatdagi testi, ya'ni mini test 4 aynan attestatsiya spesifikatsiyasi asosida e, mavzulashtirilgan mini testimizni navbatdagi tahlili. Ya'ni aynan ko'p xatlarga oid bo'lgan misollar. Xo'p, birinchi misolda aytyaptiki, px ko'p hadimiz x kvadrat minus x minus 1 ning 19 darajasi 77x kvadrat minus 12x plus 1 berilgan bo'lsa, x ning juft darajalari oldidagi koeffitsiyentlar yig'indisi. Ya'ni juft darajali koeffitsiyentlar oldidagi juft darajali koeffitsiyentlar yig'indisi bo'ladigan bo'lsa, demak bizda nima bo'ladi? Yuqoridagi formula bo'yicha topiladi. Demak, hop, p p1 qo'shilgan p minus 1 taqsim 2 formula bu bizada ko'p hadning juft darajalari juft darajali yordamda juft darajali hadlar oldidagi koeffitsiyentlar yig'indisi. Koeffitsiyentlar yig'indisi. Agar toq darajali hadlar oldidagi koeffitsiyentlar yig'indisi bo'ladigan bo'lsa, o'rtasi minus bo'ladi. Xo'p, endi keling, P1 ni hisoblaymiz. P1 barobar. Xo'p, 1 ni kvadrati 1 minus 1 minus 1 ni 19 darajasi. Xo'p, kera 77 kera 1 bo'ldi, 12 kera 1 plus 1 bo'lib qoldi. Bu bilan qisqarib ketdi, minus 1 ni 19 darajasi minus 1 bo'lib qoldi, plus 77 minus 12 plus 1 bo'lib qoldi. Xo'p, 1 bilan 1 qisqarib ketadigan bo'lsa, javobimiz necha bo'lib qoldi? 65 degan javob kelib chiqdi. Endi p minus 1 ni hisoblab ko'radigan bo'lsak, 1 qo'shilgan 1 minus 1 ning 19 darajasi plus 77 qo'shilgan 12 plus 1 bo'ladi. Xo'p, bu bilan bu ketadigan bo'lsa, demak 1 qo'shilgan, demak 77 qo'shilgan 12 qo'shilgan 1 bo'lib qoldi. 78 90 91 bo'lib qoldi. Deb biz nima hisoblashimiz kerak? P1 qo'shilgan p minus 1 taqsim 2 formadan foydalanishimiz kerak. Ya'ni 65 qo'shilgan 91 taqsim 2 bo'ladigan bo'lsa, nima bo'lib qoldi? 156 taqsim 156 taqsim 2 javob 78 bo'ldi. Demak, bundan kelib chiqadiki, birinchi javobimiz nima ekan? A javobiga to'g'ri kelar ekan. Xo'p, keyingi misol. Ikkinchi misol. Qarang, bitta px ko'p xat berilgan ekan. Ya'ni 2 ning 2x to'g'ri plus 2x kvadrat plus bx minus 10. Ko'p xat x minus 1 ning kvadratiga bo'lganda qoldiq 3x minus 4 ga teng bo'lsa deyapti. Px ko'p xatni x plus 1 ga bo'lgandagi qoldiqni toping debdi. Qarang endi. Bizda px ko'p xatimizni x minus 1 ning kvadratiga bo'ladigan bo'lsa, qandaydir qu x chiqqanda, mana bu yerda 3x minus 4 qolgan. Agar biz hozir px ko'p xatimizni topadigan bo'lsak, nima bo'lyapti bu? X minus 1 ning kvadrati ko'paytirgan quni x qo'shilgan 3x minus 4 ko'rinishda bo'lar ekan. Xo'p, endi qarang. X minus 1 ning kvadratiga bo'lyapti-ku. Demak, nima hisoblab ko'raman ustoda? Birinchi qiladigan ishim P1 ni hisoblab ko'raman. P1 ni hisoblasam, nima bo'ladi? Xo'p, 1 minus 1 ning kvadrati Q1 qo'shilgan nima bo'lib qoldi? 3 minus 1 bo'lib qoldi. Xo'p, 3 minus 4 bo'lib qoldi. Xo'p, endi qarang. P1 nima bo'lib qoldi? 1 minus 1 0 bo'lib qoldi-ku, to'g'rimi? 0 bo'lsa 0 kera Q1 baribir 0 bo'lib ketadi-da, umumiy javob minus 1 lik kelib chiqdi. Endi qarang, P1imiz minus 1 ekan. Bundan kelib chiqdiki, mana bu joydan P1 topaylik. P1 topadigan bo'lsa nima bo'lyapti? 2 plus A plus B minus 10 teng bo'lyapti, minus 1 ga teng bo'lib qoldi. Demak, bunda nima kelib chiqdi? A qo'shilgan B-imizni 7 ekanligi kelib chiqdi. A qo'shilgan B-imizni 7 ekanligi kelib chiqdi. Xo'p, endi qarang ustoz. Endi qarang. Px ko'p hadimiz mana shunday ko'rinishda edimi? Mana Px ko'p hadimiz shunaqa ko'rinishda edi.
Keling ikki tomondan hosil olaman. Ikki tomondan hosil oladigan bo'lsam, p hosila x teng bo'lyapti. Mana bu joydan ko'paytma bo'yicha hosil olaman. Hop, nima bo'ladi? 2 kere x minus 1 ko'paytirilgan qo'ni x. Hop, qo'shilgan x minus 1 ning kvadrati kere qu hosila x. Keyin mana bu 3x minus 4 dan hosil oladigan bo'lsam, plus 3 bo'lib qoldi. Keling yana p hosila 1 ni hisoblab ko'raman. 2 kere 1 minus 1. Nega aynan 1? Chunki mana bu yerda x minus 1 bo'lganligi uchun. Hop, demak bu yerda endi bizda nima bo'ladi? Q 1 bo'ladi. Qo'shgan mana bu yerda 1 minus 1 ning kvadrati kere q hosila 1 bo'lib turibdi. Qo'shilgan 3. Mana bu qism to'liq 0 bo'lib ketadi. Demak p hosila 1 nimaga teng bo'lib qoldi? 3 ga teng bo'lib qoldi. Endi keling do'stlar, mana bu yerda p hosila x topaylik birinchi. Mana px ko'p xat orqali. Hosil olsam nima bo'ladi? Hosil oladigan bo'lsam, hop 8x kub qo'shilgan 2ax qo'shilgan b bo'lib qoldi. Endi mana p hosila 1 bo'ladigan bo'lsa, p hosila 1 bo'ladigan bo'lsa, 8 qo'shilgan 2a qo'shilgan b teng nima bo'lib qoldi bizda? 3 bo'lib qoldimi? 3 bo'lib qoldi. Xo'sh, endi bundan kelib chiqadi nima bo'ldi? 2a qo'shilgan b-imni minus 5 ekanligi kelib chiqdimi? Endi qarang, mana shu 3-chi qiladigan ishim a plus b-imiz 7 edi. A plus b-imiz 7 edi. Va 2a plus b-imiz bo'lsa minus 5 edi. Keling, ustma-ust ayirib oladigan bo'lsa nima bo'ldi? Bundan kelib chiqadigan narsa minus a bu bilan bu ketdi-da. 12 ligi a teng minus 12 lik kelib chiqdi. Xo'sh, endi a minus 12 bo'ladigan bo'lsa, b ni topmoqchi bo'lsam, minus 12 qo'shilgan b barobar 7 va b barobar 19 lik kelib chiqdi. Demak, 4-inchisi px ko'p xatimiz qanday ko'rinishda bo'lar ekan? Qarang. 2x 14 darajasi. Xo'p, minus a demak ax bo'lsa minus 12x kvadrat plus bx 19x minus 10. Bizdan nima so'radi? Shu px ko'p xatni x plus 1 ga bo'lganda qoldiqdi. Ya'ni bizdan nima so'rayapti? P minus 1 ni so'rayapti. Nima bo'lib qoldi? 2 minus 12 minus 19 minus 10 bo'lib qoldi. Xo'p, nima bo'lib qoldi? Minus 10 minus 39 degan javob kelib chiqdi. Demak, javobimiz minus 39 ga teng ekan. Biror bir ko'p xatni ikkinchi ko'p xatga bo'lganda qoldiqni toping desa, har doim ikkinchi bo'luvchini, ya'ni x plus 1 ni teng 0 qilsak, x teng minus 1 bo'lib qoldi. Demak, x lar o'rniga minus 1 qo'yadigan bo'lsam, aynan o'sha px ko'p xatimni x minus 1 ga bo'lganda qoldiq kelib chiqadi. Demak, javob C javob bo'ldi. Xo'p, 3-misolda qarang. 3-misolda aytayaptiki, px ko'p xatimiz x 4 darajasi qo'shilgan ax kub plus minus 4x kvadrat plus bx plus 10. Ko'p xat x plus 1 ga qoldiqsiz bo'linadi deyapti. Bundan kelib chiqyapti ustozlar, p minus 1imiz 0 ga teng deyapti. Ya'ni qoldiqsiz bo'linadi degani qoldiq qolmaydi degani. Xo'p, yaxshi. P minus 1 ni hisoblashni boshladim. Nima bo'lib qoldi? 1 minus a bo'lib qoldi. Minus 4 minus b qo'shilgan 10. Teng nimalik kelib chiqdi? 0 lik kelib chiqdi. Xo'p, demak bundan kelib chiqadigan holat minus a minus b imiz minus 7 ekanligi va a qo'shilgan b imda 7 degan javob kelib chiqdi. Birinchi qilgan ishimiz. Ikkinchi qiladigan ishimiz qarang. A plus b imiz 7 ga teng bo'lsa, mana bu yerda aytib qo'yibdiki, a barobar b qo'shilgan 3 deyapti. Ya'ni bundan kelib chiqdi. A plus b imiz 7 ga teng bo'lsa, a minus b imiz 3 ga teng ekan. Ikkalasini ustma-ust qo'shib yuboradigan bo'lsak, 2a barobar 10, a teng 5 degan javob kelib chiqdi. A 5 bo'ladigan bo'lsa, b teng nimalik kelib chiqadi? 2 lik kelib chiqadi. Demak, bizdan so'rayaptiki, a taqsim b ni toping. Ya'ni 5 taqsim 2 ni toping deyapti. Javob nima bo'lar ekan? 2,5 bo'lar ekan. Demak, bu javob Y javob bo'lar ekanda,
ikki yarim degan javob kelib chiqarki, endi javoblarni ko'chirishda xatolik ketib qolibdi. Bu demak uchinchi misolimiz bo'ldi. To'rtinchi misolimiz qanaqa bo'ldi? Qarang. To'rtinchi misolimizda aytyaptiki, px ko'p xat uchun p3x plus 2 teng x kvadrat plus ax plus 4 tenglik o'rinli bo'lsa va px plus 1 ko'p xatni x minus 4 ga bo'lganda qoldiq 8 bo'lsa deyapti. Bundan kelib chiqyaptiki, ani toping deyapti. Xo'p, endi qarang. Masalan, aytmoqchi bo'lgani mana bunaqa savol beryapti, qarang. P x plus 1 ko'p xatni x minus 4 ga bo'ladigan bo'lsam, manda qandaydir qx ifoda bo'lib 8 qoldi qolib ketibdi. Endi qarang, px plus 1 ko'p xatni topadigan bo'lsam, bu nima bo'ladi manda? X minus 4 ko'paytirgan qx qo'shilgan 8 bo'ladi. Endi qarang. Mana shu yerda mana bu yerda x ni o'rniga 4 qo'yib yuboraman. Nega x o'rniga 4 qo'yib yuboraman? Chunki sababi mana bu qx ifodani yo'qotish uchun. Nima bo'lib qoldi shunda? Demak, p 4 qo'shilgan 1 teng bo'lib qoldi 4 minus 4 kira qx qo'shilgan 8 bo'ldi. Bunda nima kelib chiqdi? p5 imdi 8 ekanligi kelib chiqdimi? Va bizda bitta ifoda bor edi. p3x minus 2 plus 2 bu bizda a, ya'ni x kvadrat plus ax plus 4 degan ifoda bor edi. Endi p5 bizada 4 ga tengmidi? 8 ga tengmidi? X o'rniga 1 qo'yib yuboramiz ustoz. Shu paytda menda p5 hosil bo'ladi. Qarang. p3 kira 1 plus 2 1 qo'shilgan a qo'shilgan 5 bo'ldi. Demak, bundan kelib chiqdiki, p5 ko'p xadim 6 qo'shilgan a ga teng bo'ldi. p5 imiz nimaga teng edi? 8 ga teng edi. 8 barobar 6 qo'shilgan a bo'lsa, a teng 2 degan javob kelib chiqdi. Demak, javobimiz nimaga teng ekan? 2 ga teng ekan. To'rtinchi misolimiz yechimi xuddi shunday tarzda bo'ladi. Xo'p, ana endi qarang. Xo'p, x kvadrat, ya'ni 5-misolimizda plus 7 ko'paytirgan px minus 3 teng ekan 2x kira qx minus 1 bo'lsa, agar px ko'p xatning koeffitsiyentlar yig'indisi. Xo'p, endi qarang ustoz. Birinchisi px ning koeffitsiyentlar yig'indisi desa, koeffitsiyentlar yig'indisi deydigan bo'lsa, ustozdan p1 haqida gapiryapti. Demak, p1imiz bu 12 ga teng ekan. Xo'p, endi qarang, umumiy holatda yozaman. X kvadrat plus 7 ko'paytirilgan px minus 3 teng 2x kira qx minus 1. Mana shu ifodani beruvdi. Va bizda nima bor ekan? p1imiz 12 ga teng ekan. Endi qarang, p1 bo'lishi uchun men x o'rniga 4 qo'yishim kerak-da. Qayerda 4 minus 3 bo'ladi-da, 1lik kelib chiqadi. Xo'p, nima bo'ldi endi? 4 ni kvadrati qo'shilgan 7 kira p 4 minus 3 2 kira 4 q nima bo'lib qoldi? 4 minus 1 bo'lib qoldi. Xo'p, 16 qo'shilgan 7 23 bo'lib qoldimi? 23 ko'paytirilgan xo'sh, p1 teng bo'lib qolyapti 8 kira q3 bo'lib qolyapti. p1imiz 12 ga teng edi. Demak, 23 ko'paytirilgan 12 barobar 8 kira q3 edi. Demak, bu odam soat q3 topadigan bo'lsak nima bo'lyapti? q3 topadigan bo'lsak 23 kira 12 taqsim 8 bo'lyapti-da. 4 ga qisqartirib yuborsam q3imiz nimalik kelib chiqdi? Xo'p, 3 2 bo'lsa 69 taqsim 3 degan javob kelib chiqdi. Lekin bizda o'ti kategoriyski nimani so'rayapti? Bizda aytyaptiki, qx ko'p xatni x minus 3 ga bo'lgandagi qoldig'ini toping. Qanday tx bo'lmabdi, a qoldig'ini toping deyapti. Demak, qximiz nima kelib chiqdi bizda? X minus 3 ko'paytirilgan tx qo'shilgan a bo'lyapti. Demak, bizdan q3 qiladigan bo'lsam, o'sha paytda qoldiq kelib chiqadi.
yana bo'ladi 3 minus 3 kere t3 qo'shilgan a bo'lib qoldi. Mana bu ifoda 0 bo'lib ketadi-da. Demak, q3 nimalik kelib chiqadi? A lik. Demak, o'sha a ni so'rayapti. A nimaga teng ekan? q3 ga teng ekan. Va o'zidan a barobar nimalik kelib chiqdi? 69 taqsim 3 ekanligi kelib chiqdi. Demak, javob hop 60 taqsim 2 desa, 2. Demak, 69 taqsim 2 degan javob kelib chiqdi. Demak, javobimiz D javobiga to'g'ri keldi. Hop, ustozlar. Demak, bu bizada aynan ko'p xatlar bo'yicha mini testimizni video yechimi bo'ldi. Agar manzur bo'ladigan bo'lsa, sizga ma'qul, foydali bo'layotgan bo'lsa, hop, postlarimizga reaksiya qoldiring va mana shu testlarimizni, video yechimlarimizni maktabdagi metod birlashma guruhlariga, matematik tanish o'qituvchilarga, hop, yoki shu milliy sertifikatga tayyorgarlik ko'rayotgan abituriyentlarimizga jo'natib qo'ying va ular ham bepul bilim olishdan foydalanishsin va ular ham o'z darajasiga erishish uchun bizni foydamiz tegsa juda ham xursand bo'lamiz. Omon bo'linglar. Keyingi mini testimiz xudo xohlasa dushanba kuni kanalga joylanadi.